Buxoro viloyatida Shofirkon tumanida tug'ilganman. 2018-yil Toshkentga Giler maktabiga o'qishga kelganman qiziqishlarim bilan. O'shandan beri shu yerda yashab ijod qilyapman. 5-sinfdan beri klarnet instrumentini chalaman. Boshqa instrumentlardan doirani, tablani, dovulni chalishni bilaman. O'tgan yil boshida o'quvchilar kanikuldan, 3 oylik kanikuldan kelganda bolalar bilan rejalashtirdik, videoga oldik chalganimizni va bolalar ota-onalariga tashlashdi va ota-onalar buni o'zi biza qo'ymoqchi emas edik, ijtimoiy tarmoqlarga ota-onalarga tashlagandan keyin ota-onalar qiziqib Instagramga joylashdi. Bu video ertasi kuni hamma Telegram kanallarga, boshqa ijtimoiy tarmoqlarga tarqalib mashhur bo'lib ketdi va hamma bizadan talab qilishni, shu so'rashni boshladi. Ko'payib yana davom etinglar shu ijodinglarni. Guruhda 6 kishi bo'lib ijod qilamiz. Boshqa bola bitta sinfda o'qiydi. Men bitta o'zim katta 11-sinf bitiruvchiman. Hammasini yo'nalishi har xil. Hozir mana sizlar o'sha Instagramda mashhur bo'lganinglardan keyin ko'p intervyuga chaqirishni boshlashdi. Intervyular, tadbirlar, bolalarning vaqtini topib ularga chiqish ham buni ortidan mashhurlik sal qiyin bo'lmayaptimi? Ishlarni rejalashtirishga, o'qishga xalaqit bermayaptimi bular? Ozgina qiyin bo'ladi, lekin hammasiga ulgurishga harakat qilamiz. Sal darslarga xalaqit berib qolish mumkin. Shu ustozlarimizga rahmat, yordam berib turishganlari uchun. Biz ham mana ustozlardan ruxsat olib, o'qishga xalaqit bermagan holda olib chiqdik. Salom berdim boshda. Said aka. Salom.
Ya, salom berish shart emas, xohlasangiz bersangiz bo'ladi. Avvalambor assalomu alaykum. Mani ismim Rustam Dostonbek. Men Gilerda o'qiyman. Namangandanman. Necha yosh? 15 yoshman. Ularga 8-sinf, a? 8-sinf. Men yo'nalishim pianino yo'nalishida. Birinchi sinfdan shunaqa yoki qaysidir Yo'q. payt keyin almashadimi? Yo'q, birinchi sinfdan o'qiysiz o'sha pianinoda. Nimaga siz o'zi qanaqa qilib pianino chalishni boshladingiz o'zi? Yoshlikdan, birinchi Yo'q. sinfdan musiqa o'qiyotgan bo'lsangiz, Yoshligimda shu ota-onam teatrga olib borardilar, muqimiy teatrga. Muqimiy teatrga olib borganlarida men dirijorlik qilardim. Kichkina edim hali. Dirijorlik qilardim. Keyin dadam ko'rganlar, keyin Mirza Azizov aytganlar, o'sha Gilerga bergin deb aytganlar, o'sha keyin Gilerga kirganman. o'zingiz keyin pianinoga qiziqib ketgansiz. Pianinoga qiziqib ketganman o'zim. Hozir любой pianinoni turini chala olasiz. Любой pianino masalan qanaqa? Ya'ni royal, organ farqlari bor-ku. Unaqa narsani chala olaman, to'g'ri. Assalomu alaykum. Men Olimjonov Asliddin. Qolgan. Avvalambor assalomu alaykum. Men ismim Olimjonov Asliddin. Qashqadaryo viloyati Kitob tumanidanman. Bu Giler maktabida 5-sinfdan kirganman. Bu musiqaga qiziqtirgan bobom va amakim bo'lishadi.
5-sinfdan boshlab shu instrument bo'yicha o'qiyapsiz. Oldin ham o'qiganman, Gilerda ham shu yo'nalishda davom ettiraman. Demak, Qashqadaryoda o'qigansiz. Musiqa maktabida. Musiqa maktabida o'qiganman. Qanaqa yo'nalishda o'qigansiz? U tarafda ham doirada. Doirada. Hozir ham shunda. Hozir ham doirada. Avvalambor assalomu alaykum. Ismim Said Burxon. Andijon viloyati Qo'rg'ontepa tumanidanman. Shu Giler maktabida 8 yildan beri o'qiyman. Siz demak 8 yildan beri shu yerda o'siz otangiz bilan turasiz yoki Yotoqxonasi bor, o'zining maktabimizni. birinchi sinfdan beri yotoqxonada. Qiyin emasmi bu narsa? Yo'q, har kanikulda boramiz shu. Yozda. Yozda emas, o'rta-o'rtada kanikul bo'ladi. Ha. Choraklar orasida. Ota-onadan uzoqda yashab, ijod qilish qiyin emasmi? Ham yosh bo'lib turib. Sog'inch bo'ladi. Endi yoshlikda ko'proq bo'lgan. Shu o'rganib qolganmiz. Lekin sog'inamiz va nimaga boshidan Gilerga kirishga qaror qilgansiz? Shu dadam o'zi shu musiqa sohasiga qiziqqan, shuning uchun meni bergan maktabga. Birinchi sinfdan beri bitta yo'nalishdasiz, to'g'rimi? Yo'q, o'zi boshida fleyta chalganman. 5-sinfdan yo'nalishlarimiz o'zgarib ketgan. Hammaga har xil tanlaganmiz. Gruppadagi eng quvnoq kim? Shu Doston. Doston. Eng tez xafa bo'lib qoladiganichi? Yo'q, unaqa bolamiz yo'q. Hamma yaxshi. Kuylarni ko'proq kim tanlaydi Instagramga chiqarish uchun? Shu o'zimizni fikrimizni bildiramiz. Shu yoqsa keyin chalamiz-da. Kuy tanlashda sizlar nimaga e'tibor berasizlar o'zi? Nimasiga qarab tanlaysizlar? Masalan, sho'x bo'lishi kerakmi yoki shu birinchi o'rinda shu kommentariyalar, odamlarning fikriga qaraymiz. O'shalar yozgan kuylardan ham chalib turamiz. Keyin o'zimiz ham shu sho'xroq, har xil davlatlar kuylarini chalamiz. Siz aytishdi, adashmasam, hamma instrument chalishni biladi. Yo'q, hamma emas, endi 3-4 ta bir shingildan bor-da. Qaysilarni chalishni? Gitara chalishni bilaman. Baraban chalishni ham bir shingil, unda ham pianino. Endi hamma san'atkor bilishi kerak pianinoni. Shu keyin o'zim duxoviy instrument chalaman. Европейский instrument, valtorna.
Sizlarda vokal yo'q lekin. Vokal bor maktabimizda. Ha. O'zimiz ham aytamiz ham. Ha, o'zinglar ayta Ko'pincha, olasizlar. ha. Birinchi Instagramga qo'ygan videolar qaysi edi o'sha ota-onalar qo'yib yuborgan video? Ana Sherali Jo'rayev rahmatli ustozimizni bandaman qo'shig'i. Ha. U qancha prosmotr bo'ldi boshida? U boshida ko'p akkauntlardan qo'yilib ketildi. 2 kun ichida hammasi bo'lib har bitta video 1 million 500 ming, 600 ming shunaqa yig'di atrofida. Ha. Keyin hozir Instagram stranchkalarga qarasak, ko'pincha ozarbayjoncha shunaqa bir xorijiy qo'shiqlar. Ha. Ularning auditoriyasi uchun, ulardan auditoriya olish uchun ishlayapsizlarmi yoki prosta shu yo'nalishga qiziqasizlarmi? Ozarbayjoncha qo'shiqlar ko'pincha ana sho'x bo'lgani uchun o'shalardan olamiz, lekin Ozarbayjondan ko'p uje ana auditoriya yig'ib bo'ldik. Ko'p auditoriya kuzatadi Ozarbayjondan. Bizdan so'rashadi o'sha yozib, ko'pincha savollar beradi. Ozarbayjoncha qo'shiqlarni yana chalinglar deb. Yana hozir Ozarbayjoncha qo'shiqlarni chalamiz. Endi rejada bor, yana Turkiyadan ham, Rossiyadan ham muxlislar yig'moqchimiz. Guruh bo'lib ishlashda sizlarga eng qiyini hozir nima bo'lyapti? Guruh bo'lib ishlashda qiyinchilik uncha tug'ilmaydi. Eng o'zi qiyin narsalardan biri ana kuy topish masalasi qiyin bizda. O'qishdan keyingi rejalar qanaqa sizda? 11-sinfni tugatgandan keyin Yunus Rajabiy yoki Turkiyaga ketish niyatim bor. Maktab bitirgandan keyin chet elga harakat. Xudo xolasa shu instrumentim ham yevropeyskiy bo'lgani uchun shu chet el, Amerika, Yevropa universitetlariga o'qishga topshirmoqchiman. O'zinglarning imkoniyatinglardan kelib chiqiladimi yoki hozir любой muzikani chalib ketaverasizlarmi? Imkoniyatimizdan emas, biz farqi yo'q, chalib ketaveramiz. Shu maktabda bu bolalar 8 yildan beri o'qiydi. Men 6 yildan beri o'qiyman. Men kuylarni tanlab o'tirmaymiz. Qiyin yo osonligiga qaramasdan chalib ketaveramiz. Ha, maktabda demak hamma instrumentlar bor. Hamma instrument bor. O'zbek xalq cholg'usi, chet xalq cholg'usi, vokal, qo'shiqchilik hammasi bor. Masalan, hozir kimdir kelib brazilcha funk so'rasada, chala olasizlarmi? Chalib beraveramiz, farqi yo'q lekin. Bitta kuyda o'rganishingiz uchun qancha vaqt ketadi? Shu yaxshilab borib shu bitta kun oladigan bo'lsak, shu 3 soatlar 2-3 ta videolar olamiz. Bitta borganda O'rganishinglar bilan birga. O'rganishimiz bilan bitta 2-3 ta kuylar chalamiz. Shularni keyin yaxshi chiqqanini Instagramga qo'yamiz. Instagramga syomka qilayotganda bitta videoni syomka qilish uchun, bitta reel syomka qilish uchun necha marta syomka qilasizlar? Ko'p. O'rtada endi hazil huzur shunaqa bir-birimiz bilan kulishib, sekin qilamiz-da unaqa. Kirishib bunday bo'lmaydi. Bexotirjam qilamiz. Menimcha bo'ldi. Xohlasangiz bir salom-palomingiz bo'lsa yo'llab nima qilsangiz bo'ladi. Yo'q. O'zi ko'p gapirdim, ozgina gapiraman deyman. Gap kelib qoldi, gapirib tashladim.